Biznesni hamma ham qila olmaydi. Biznes bu nima degan savol bor-da. Biznes bu imkoniyat. Insonga imkoniyat beriladi. Masalan, har qanday insonning hayoti mobaynida ma'lum bir darajada kichik turtki bo'ladi, lekin u turtkini sezmaydi. Hayotda rivojlanish uchun yoki biznesi hozirgi zamonaviy tilda aytib turgan biznesi shakllanish uchun va ochilish uchun. Ta'lim sohasi birinchi navbatda ta'lim sohasiga kimlar kira olmaydi desak bo'laveradi. Mana ta'lim biznesi deb nomlaymiz-da endi uni biz. Ta'lim sohasiga birinchi navbatda o'zini bir shaxsiy qadriyati ma'lum bir darajada birinchi o'ringa qo'yadigan. Mana nima degani? Faqat o'zim boyiyman, faqat o'zimga manfaatim tegsin deydigan odamlar ta'lim sohasiga kira olmaydi. Agar o'sha ta'lim sohasiga kiruvchi insonda vatanparvarlik ruhi bo'lmasa, xalqni sevuvchi bo'lmasa, kelajakda barpo qiluvchi bo'lmasa, bu inson hech qachon ta'lim sohasiga kira olmaydi. Ta'lim sohasini biznesiga yaqinlasha olmaydi. Birinchi navbatda ta'lim sohasiga yaqinlashuvchi insonlarda mana shu ko'maklar bo'lishi kerak.